bir bor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz endi Andijon viloyati Bog'i Shamol dam olish maskanidamiz. Aynan bugun biz Andijonda shunaqangi mazza qilib dam olish maskanlarida yuribmiz. Bu yerda umuman tabiat boshqacha, mazza qilib umuman bugungi dam olishni shunaqangi o'tkazyapmiz. Mana biz ham oilamiz bilan dam olishni mazza qilib o'tkazyapmiz. Shuning uchun hammalaringizni taklif qilaman. To'g'risi men bir narsadan xursand bo'laman. Shunday bir chiroyli kompaniyamizga hamkor bo'lganimdan va mana shu faoliyatimni yuritayotganimdan juda xursandman. Chunki mana shunday joylarni ko'rib, mazza qilib, mana elimiz bilan, xalqimiz bilan ularning turmush darajalari, turmush sharoitlari bilan qiziqib yuribmiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, biz hozir kuzatuvdamiz. Hamma joyda o'zimizni Xudo xohlasa regionlarni ochamiz. Nasib bo'lsa, hammalaringizni hamkorlikka taklif qilamiz. Charchamanglar, bizni kuzatishda